Hammaga salom. Bolalar, sizlar bilan Shark Games kanali. Bugungi videoda o'zbekcha o'yin topib oldim. Buni nomi GTA Mobile o'zbekcha. Bu hamma Android telefonlarga tushadi. Keyin versiyalar 14 gacha tushadi. Birdan boshlab 14 gacha tushadi. iPhone'ga yo'q GTA. Faqat hamma Androidga. Shark Gaming kanalini obuna bo'linglar. SMS keldi. Shark bu yerga militsiya chaqirish kerak. Hamma bayram qilyapti. Bitta mashinalar ham portlab ketyapti. Bularni yo'qotish kerak. Bugungi videomizda sizlarga qisqa o'zbekcha mashinalar bor GTA'ni obzor qilib beraman. GTA kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yman. Videoni oxirida GTA kanalimdagi GTA'ni ko'rsataman. Nexia mashina bu. Hattoki nomerigacha bor 791. Chetga qochinglar, talqiyot. Shu vaqtga kelib qolasizlar deysizlar. Katta bolalarning jentrasi bor bu yerda. 5 nomer. Bu mashinalarning rangini ham o'zgartirib bo'ladi. Yozib ko'rsatadi. 765 degan nomer bu. Econox mashinasi bu. Eng oxirgi versiyasi hozir. Shu Econox mashinani nomerini rangini almashlaymiz. Xohlagan rangga. Kanalimda har xil GTA'larni tashlab qo'yibman. Kirib o'ynashinglar mumkin. Hozir mana avto rangi mana qora etib bo'ladi, oq har xil ranglar bor mana. Biz qora qilamiz. Mana tekin qora qilish. Qaysi mashinada sayr qilamiz bitta Lukigacha bor. Bu mashinani tanimasanglar Captiva deb Malibu 3 yangi chiqqan Malibu 3 bu mashina. Camaro'ga o'xshab chiqqan bu trekker mashina bu. Trekker mashinasi 095 nomeri, birinchi pozitsiyasi bu. Birinchi bitta bunaqa jentralar ham bor. Sivitigacha bor. Luklar ochilib turibdi, oynalar ochiladi. Katta bolalar o'tirib oplesk qilingan orqasi. Ular bu politsiya Nexia bir mashina bu. Hozir biz Nexia ketamizmi? Nexia birdami ekan? Qasam tanlaymiz shunda. Jentrani tanlayveramiz. Jentra baribir katta bolalar mashinasi. Mana ichki salonigacha bor daji. Mana sayr qilib kelamiz. Militsiyaga urib yuborsanglar, izingizlardan quvolaydi. O'ldirish ehtimoli bor. Shark Gaming kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Voy! Rushtoy ishlamay qoldi. Shark Gaming kanaliga obuna qo'ying. Oz qoldik. 20 ta obunachiga oz qoldik. Mana avtosalon bitdi. Shirka jentrani tashlab ketamiz. Salondan boshqa mashina olamiz. Tiku bormi bu yerda? Tiku mana
brabus qilingan Tegu. Tegu muxlislarga ichi chiroyli mana aynan. Mana chiroyli. Bunaqa Nexia va Buxorochilar biladi. Buni Buxorodagi Buxoroda yuradi bu. O'zbekistonda ichi Mercedes full qilingan. Mercedesda ichki salon to'g'ri Nexia 2 ga kirgan. 005 30 bilasizlar, 30 qayerligini. Birorta Nexia ketdi, zo'r haydab bo'ladi, ko'talan ketadi. Shunaqa modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, shu yerga tashiyman. Videolar olib turamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, YouTube kanalga 20 taga oz qoldik. Nima keldi yana esimiz? Shu vaqtda keladi bu. Shunga tiqamiz buni. Tiqamiz. Bo'ldi. Hozir avtosalonga yana yangi mashina olib ketdilar. Ko'rdinglarmi? Biz olib ketsak, yana shunaqa mashina olib keladi bular. Bitta mashinam sotilibdi, u qip-qizil mashinam. O'zimning mashinam turibdi. Shunday bu Gentra haydaymiz. Lasettini. Hozir ina politsiya quvlab kelyapti. Ko'rdingizlarmi? Qoida buzarlik qilsa, ortidan quvlaydi. Shuning uchun tushib qolmanglar. Politsiyani o'ldirish ehtimoli bor. Buni kartasi katta. Mana katta karta bu. Bemalol mazza qilib o'ynaysizlar. Katta o'zingni asosiy uyingni ham bo'ladi bunda, sotib olib bo'ladi. Shu meni uyim. Esa videoni cho'zib kanalni GTA'ni ko'rsatay. O'yindan chiqamiz. O'yindan chiqqandan keyin Telegramga kiramiz. Telegramga kirsin bu. Mana shu men o'ynagan GTA'm o'rnatish videosi tepaga tashlab qo'yibman. Tepada shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Silkasini ko'rsataman. Mana silkasi, rasmga tushirsanglar ham bo'ladi. Mana bu har xil yangi o'zbekcha mashinalar bor, o'yinlar tashlatib qo'yaman. Mana har xil kontor tashab qo'yibman. Kontorda o'zbek mashinalar yuradi. Mana ochmadi buni. Mana har xil modlar tashlanli 9, mana BMW car parkinglarni ham tashab qo'yibman. Mana Cobalt. O'yinlar hammasi Telegram kanaliga mana fayllardan hammasi bor edi. Har xil o'yinlar bor. Har xil. 3 ta GTA tashlab qo'yibman. 3 ta GTA'ni. Sizlar bilan Shark Games bo'ldi. Shark Games kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar va podpishka qilinglar. Sizlar bilan xayr, sog' salomat